20 daqiqada hammani uyida bor bo'lgan 3 dona masalliqdan mazali mini rogalikni tayyorlaymiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz o'rganib olasiz. Pirmilkini sutlarni ustidan dro'jja solib aralashtirib olib qo'yamiz. Uni ustidan margarin yoki sar yog'i solib urvoq holatiga keltirib olamiz. Shakar solib aralashtiramiz. Urvoqli massamizni ustidan sutli massamizni solamiz va yaxshilab aralashtirib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz shunaqangi nejniy, yumshoq bo'lib chiqadi. Xohishga ko'ra kattaroq yoki kichkinaroq zuvala qilib olasizlar. Agarda menga o'xshab mini rogalik qilsangiz kichkina lozuvalar ochishligi to'g'ri keladi. Rogaliklarimizni xamirini ochib olamiz va shunaqa uchburchak shaklda kesib olamiz. Rogaliklarni tepadan pastga qaratib o'rab olamiz. Xuddi shunaqa videoda ko'rib turganingizdek. Mini rogaliklarimiz tayyor. Pergament solingan listimizga bir qatordan qilib terib chiqamiz va duxovkaga 180 gradusda qizarib pishishga yuboramiz. Bir pasda shunaqa kumur-kumur bo'lib chiqadigan rogaliklarimiz tayyor. Iliq holatida saxarli pudrani paketga solamiz va rogaliklarimizni solib aralashtirib olamiz. Rogaliklarimiz choysiz bo'lmaydi. Men Solis Golden Tia'ni choylardan foydalandim. Shunaqangi mazali ekan. Issiqqina choylarni damlab, rogaliklarimiz bilan birgalikda dasturxonga tortamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, saqlangiz qiling. Albatta tayyorlab ko'ring. Shunaqangi mazali, og'izda eriydigan bo'lib chiqadi. Qaynoqqina choylar bilan shunaqangi zo'r ketadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun.